Abdurahmon Asqarovich, yozda shamolish kasalliklari ham uchrab turadimi? Albatta, mana kuzatuvchilarimizdan kelayotgan savollardan va mana bu amaliy har kungi ishimizda yoz kelishi bilan, kunlar isishi bilan odamlar mana kasallanishga moyil bo'ladi. Birinchidan, bular sovuq narsani iste'mol qilishadi. Sovuq narsani iste'mol qiladi, yuqori nafas yo'lidagi shilliq qavatlar muzlaydi. Shuni natijasida burunda tumov va u tarqalib sinusitlar, burun yondosh bo'shliqlariga o'tadi. Tomog'dagi murtay yallig'lanib, angina kasalligi yuzaga keladi va sal shamollash pastroq tushsa, bizni xalqimizda shamollash hiqildoqqa o'tib, ovoz bo'g'ilishi va ovozi chiqmay qolish holatlari ham bo'ladi. Bu yuqori nafas yo'llarini yoz oyida eng ko'p uchraydigan kasalliklardan biri bo'ladi. Bu kasalliklar bo'lganda tana harorati ko'tariladi, yo'tal paydo bo'ladi va insonni mehnat qilish qobiliyatlari buzilib, shifokorga murojaat qilib, bir necha kun davomida dori-darmonlar qabul qilib, uy sharoitida yoki bo'lmasa statsionar sharoitda yotishga ham majbur bo'ladi. Kuzatuvchilarga maslahatimiz, sovuq suv havzalariga tushish taqiqlanadi, shamollash bo'lmasligi uchun. Keyin sovuq, muzday, gazli narsalarni, mana shu muzqaymoqlarni, mana morojin deymiz, shularni iste'mol qilganda tellak turib yeyish kerak emas. Shularni yeganda albatta yuqori nafas yo'llarida biz sanab o'tgan kasalliklar yuzaga keladi va bemorlarimiz ancha qiynaladi, ko'p dori-darmonlar olishga to'g'ri keladi. Ularga tavsiyamiz mana shu issiq kunlarda o'zlarini asrasinlar. Asanov Abdurahmon Lor klinikasi. Foydali ma'lumotlar uchun sahifamizga obuna bo'ling.